110 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Afdalul kasb bey'un mabrur ve amelur raculi biyadihi. En yaxshi kirim tapovet o mabrur bo'lgan soda ve adamning öz qo'li bilan qilgan ishidir. Olimlar mabrur degan so'zga mundaq tushunuk beradi. Mabrur degan haramdan, yolg'ondan, hiylagarlikdan pok bo'lgan so'didir. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda mundaq deydi: Ya ayyuhallazina amanu. Hey iman keltirganlar, la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Bir-biringlarning melinglarni yolg'on orqali yemanglar. İlla en tekune ticareten an teradi minkum. Ticaretinla bir-biringlarning roziligi bilan bo'lsin. Başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Men yag'ushu leysa minna. Kim hiligarlik qilib oldisa, o bizden emas. Allah razı bo'lib qabul qilgan soda mabrur deb atiladi. Ve adam bolasi öz qo'li bilan qiladigan mehnat hunarlar en yaxshi kirim tapovet deb hisoblanadi.